ko'tarib yo'lga o'tib qo'yaman deb o'ylamaydigan mashina bu ham. Kichkinaligiga qaramay, rasxoti nechta deb o'ylaysiz? Rasxoti yo'q, 0 rasxoti. Ya'ni tokda yuradi. Nima 25 ming 30 mingga uyingizda to'ladi-da. Mazza qilib kitobida 250 kilometr deb yozilgan. Shahar ichida bundan ortiqroq variant bormi? Narxini aytaman sizga, hozir hayron qolib ketasiz. Mashinamiz 2023-yil 37 ming kilometr yurgan. Shu joylariga ham yaxshilab ahamiyat bering. Yengida mashina, panoramalarigacha bor. Kimga olib bergan bo'lardingiz? Singizgami, opangizlargami yoki o'zingiz shahar ichida men probkalarda bor-ku, g'iz-g'iz u yoqqa o'tib, bu yoqqa o'tib haydab yursangiz bo'ladi. Salon holatlarini ko'ring. Harman Kardon akustikasi tasavvur qilasizmi? Mazza deydi-yu, bitta ovozini baland qilsangiz ham mazza qilib muzikani eshitib yurasiz. Mashinamizning kraskalari top-toza deb aytayaptilar. Bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. Sizdena Abduf, ya'ni sizdena isiydiganlarigacha daji bor. Mashinani texnik tarafdan yaxshi deb aytayaptilar. Yana ham egalariga telefon qilib, gaplashib, maslahatlashib, xarid qilsanglar bo'ladi. Rangi ham noyob ekan o'zi ham. Nech pul deb o'ylaysizlar? Narxni aytishimdan oldin Telegram kanal ochganmiz. Telegram kanaliga ham o'tib olinglar. Har xil mashinalarni birinchi bo'lib Telegram kanaliga tashab boryapmiz. Narxi 24 ming $900. Egalariga telefon qilib gaplashib olsanglar bo'ladi.